Orqa oldiga aylanish uchun mana armaturani solamiz. Bu kelyapti. Yan kompyuterimizni ishlash jarayonini sizlarga ko'rsatsam, o'zbekchada yozilgan. Hop, mana haroratga kiramiz. 0 da turibdi, gradus ko'taramiz, ishlaydi. Suvning sovuqligi o'zi 17-18 nima ekan? 19 ekan, ya'ni 20 ga qo'ydik, ishladi. Hop. Endi bu yerdan chiqamiz. Mana hammasi o'zbekchada yozilgan. Shinek deganda surish vaqtlari mana. Ishlash vaqti, dam olish vaqti. Buni o'zimiz xohlagan nimaga qo'yamiz. Mana 2 minutga qo'yilgan. Ishlash vaqti. Hop, ezib turamiz, yana chiqadi orqaga. Dam olish vaqtini kiramiz. 10 sekundga qo'yilgan. Hop. Yana ezib tursak chiqaveradi. Orqaga. Yana orqaga. Hop, mana ventilyatsiyani oboroti bu. Mana xohlaganda ko'taramiz o'zimiz. Shamol oborotini. Juda ham oson. Hop, bu yerda sozlamalari, mana nastroykasi degan gisteres bu. Gisteres oraliq vaqti, motor mana, motor quvvati bu mana. Hop, yana yozib turamiz, orqaga chiqadi. Hop, urinib ko'rish, masalan, mana nechagacha? 24 gacha ekan. 24 marta orqa oldi qilib to ko'mirni sindirmaguncha mana shunday belgilab turaverasiz. 30 gacha ekan mana. Hop. Eng pasti 3 gacha mana. O'rtacha 5 ga qo'yiladi. Masalan, 5 marta ko'mir keldimi yeriga? 5 marta urinadi. Orqaga qilib to ko'mirni sindirmaguncha qo'ying. Agar sindira olmasa, siz telefoningizga soобщение keladi. Kotyol o'chdi deb. Urinib ko'rguncha ham, birinchi urinish, ikkinchi urinishda ham soобщение kelib berib turadi. Xabar berib turadi. Nasos bu. Sirkulyatsion nasos 40 gradusga qo'ygan, masalan 40 gradus yoki 45 gradusda avtomatik o'zi ishlab beradi. To suvni qizdiradi, keyin отоплениyaga beradi. Telegram bu mana, Telegramga ulanish. Yonib, mana o'chik, mana yonib. Shunaqa. Yoqib olib Telegramga ulanadi. Wi-Fi tarqatib turadi o'zi. Shinek tozalash bu masalan. Shinek tozalashda mana kirsangiz o'zi stop bo'ladi. Bu ham o'chadi umuman katyol. O'chgandan keyin mana oldinga aylanish, orqaga aylanish. Shunday qilib shinek tozalab olsa bo'ladi. Rushnoy. Chiqib ketdik, yana o'zi katyol ishladi. Yana orqaga chiqib ketamiz bundan. Yana orqaga chiqamiz. Ezib tursa orqaga ketaveradi. Asosiy menyu. Mana biz qo'ygan vaqt nima temperatura bu joriy. Mana shu o'zining temperaturasi hozir mana shu temperaturani ko'rsatib dachik orqali. Lekin suv yo'q hozir bu katyolda. Hop. Bu ishlash vaqti mana hozir 2 minutga qo'yganmiz. 2 minutda shinik vaqti o'chadi. Dam olish 10 sekund. Ventilyator оборот 29 ga qo'ygan. Bu yog'i norin katyol. Xudo xolasa zo'r. Hop, endi bu yerdan orqa oldini tekshirib ko'ramiz. Hop, orqa oldiga aylanish uchun mana armaturani solamiz. Bu kelyapti. Mana qisildi. Orqaga aylanishni boshladi. Yana qisamiz. Hozir bu mana shu orqa oldi qilib turishsa, zakazchikda katyol egasining o'zi telefoniga soобщение beradi. Mana ikkinchi urinish. Telefoningizga qarangchi, beryapti soобщение. Mana bu 3-chi urinish. O'qdi. 3-chi urinish. Biz endi kompyuterdan 5 urinishga berganmiz. 5 marta shuna urinib ko'radi, katyolni o'chiradi umuman. Yana orqaga. Oxirgi urinishi. Mana umuman katyolni o'chirdi. Holatda qisilib qoldi. Sizning orqaga aylanib. Katyol o'chdi. Katyol o'chdimi? Telefoningizga keldimi soобщение? Ha, o'zbekcha yozibdi. Mana bu yerda ham mana shinek qisilib qoldi. 5 ta urinishda bo'ldi. Shinekni tozalang. Norin katyol. Telefoniga ham xuddi o'shanday soобщение bordi hozir akamiz. Xo'p. Endi buni umuman o'chirib yoqib olish kerak. Shunda yana kelib shinekni bemalol tozalagan hududlari beda tozalab katyolda yana nima qiladi? Xo'p, o'chirib yoqaveramiz endi. Avtomatdan. Shunaqa. Juda ham aqlli qilib miyalarni tayyorlandi. O'zimizda 12 voltlik motorchikka tayyorlandi. Katta motorga ham tayyorlab beraveramiz, kichkinasiga ham tayyorlab beraveramiz. Hop, mana o'sha ishlash boshlandi. Ana ishlashda orqaga bir aylanib oladi. Mana shu bilan ketdi. Aka telefoningizdan keyin bir ko'raylik. Hop, mana shunaqa qilib o'zimizda 12 voltga juda ham chiroyli ishlab berdik. Mana akamiz telefonni. Hop, mana hozir Telegram orqali ulab olgan. Hop, haroratni o'zingiz boshqaring aka. Telefonda o'chirib yoqish, haroratni ko'tarish, o'chirish, orqaga qaytish, harorat 45 dan 80 gacha bor bu yerda. Bitta 80 gazinchi?
Mana 80 ga chiqdi deyapti. Sozlandi, ha. Endi holatini ko'ring-chi. Holati 16 gradusga 80 gradus. Endi bu yerda ham ko'ramiz. Mana 80 gradusga mana 16 gradus. Joriy holati, hozirgi holati, o'zi katyol holati. 80 gradusga qo'ydi. Juda ham aqlli ishlayapti. Aka zo'rmi xudo xolasa? Buyur nasib qilsa maza qilib ishlating. Xudo xolasa, ha, yoqasiz xudo xolasa yoqadigan kuningiz kelib, albatta chiroyli qilib ishlab beramiz. Siz bo'lsa ham tepasiz yaxshi-da. Ha, shunaqa do'stlar, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Masalan, kompyuterlarimiz bor, katta motorga ham, kichkina motorga ham qilib beraveramiz. Boshqa katyollarga ham qilib beraveramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Mana bu kompyuterimizni ikkinchi marta obyektimizga berishimiz. Birinchisini Surxondaryo Denovga chiqarib berdik. Bunisini o'zimiz Oltinko'lga mana shu 4 kilovatli katyolga qo'yib berdik. Xonadonning ko'rinishi mash taraf topli pol radiator sistema, и mana shu podval topli pol, tepa radiator, buni ikkinchi etaj topli pol radiator. Sistemalarni ham juda chiroyli qilib terib bergan ekanmiz mana ichkarida. Gidrokolektrika bilan qilingan. Xolos endi suvlarni to'ldirib, o'zlari chiroyli ishlab beradi. Shunaqa do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana yangi kompyuterimizni ham ishga tushirib oldik. Juda ham aqlli xudo xolasa. Bu kichkina motor bo'lgani bilan sizga ancha yillar xizmat qilib beradi. Ko'mirni o'zi hamma narsani o'zi nastroyka qiladi. Qisilib qolsa, mabodo sekin aylansa, ko'mirni holatiga qarab bu yerdan quvvatini, mощностini ko'tarsa bo'ladi. И sirkulyatsionniy nasosga ulangan, o'zi glavniy sirkulyatsion nasosga ham o'zi kontrol qiladi, o'chirib yoqadi. Xudo xolasa zo'r. Amon bo'lasizlar do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.